Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz machine learning qismi bo'lgan supervised learning mavzusi. Mavzu rejasi quyidagicha, demak supervised learning va uning algoritmi haqida to'xtalib o'tamiz. Undan keyin esa chiziqli regressiya algoritmi haqida tushuncha berib o'tamiz. Va bugundan biz amaliy ishlarni yo'lga qo'ydik. Demak, 3-chi qismni ko'radigan bo'lsak, biz uning matematik tahlilini qilamiz va 4-chi rejada esa chiziqli regressiyaning loyiha kodi amaliy ko'ramiz va uning natijasini tahlil qilamiz. Va bir qator boshqa algoritmlar haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, keling bir eslatib o'tamiz. Demak, machine learningning nechta asosiy turlari bor edi. Xo'p, birinchisi bu hozirgi mavzumiz supervised learning, keyingisi bu unsupervised learning va keyingisi bu reinforcement learning. Demak, bular farqini o'tgan darslarimizda ko'rib o'tdik. Agarda supervised learning bo'ladigan bo'lsa, biz unga ma'lumotlarni oldindan beramiz. Unsupervised esa ma'lumotlarni belgilashni beramiz, ya'ni javob yo'q bo'ladi. Va 3-chi reinforcement esa biz aynan agent muhitida biz yo mukofot yoki penalti berib o'zimizning modelimizni qurib olamiz. Xo'p, nazoratni o'rganish, ya'ni supervised learning quyidagicha ya'ni algoritmlar bor edi bizda. Demak, birinchisi bu chiziqli regressiya, keyingisi bu logistik regressiya, keyingisi qarorli daraxtli, tasodifiy o'rmon, CVM, KNN, ya'ni biz yaqin qo'shlarda yuritamiz buni. Bir qator biz o'tgan darslarimizda ham bu haqda to'xtalib qisqacha o'tgan edik. Xo'p, bugungi asosiy bo'lgan chiziqli regressiyamiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu nima? Bu supervised learningning algoritmi bo'lib, uzluksiz qiymatlarni bashorat qiladi. Ya'ni bu yoqda regressiya ishlayapti. Agarda biz uning kirish xususiyatlari va chiqish qiymatlarini oladigan bo'lsak, biz unga qanaqadir formula, ya'ni model yaratishimiz kerak bo'ladi. Asosiy g'oya esa bu x o'zgarganda y qanday o'zgarishini biz ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Buni matematik modelni to'xtaydigan bo'lsa, y barobar wx plus b. Ya'ni biz matematikadan juda ham mashhur chiziqli funksiyamiz bor edi. Bu esa kx plus oddiygina b. Xuddi shu yo'ldan yuramiz. Agarda ko'p o'lchamli bo'ladigan bo'lsa, bularning W1, W2 va hokizolari boshqacha vaznda bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni sonlar ko'proq bo'ladi. Va oxirida b asimiz biz ham buni mana b haqida to'xtalamiz. Bu o'zimizning analitik matematikamizda ham bor. W lan esa biz o'zimizning chiziqli funksiyamizning k o'zgaruvchisi sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Y'imiz esa bu bashorat qilinadigan qiymatimiz, ya'ni funksiyamiz. Xo'p, qanday ishlaydi? Demak, model tasodifiy W va B, ya'ni biaslarni tanlab oladi. Bashorat qilingan prid esa haqiqiy y orasidagi xatolik hisoblanadi. Va xatolik minimum bo'lganda W va B topiladi. Ya'ni bu jarayonni biz gradient descent deb yuritamiz. Maqsadimiz esa xatolikni eng kichik qilish. Xo'p, misolga keladigan bo'lsak, demak, bizda quyidagicha ustunlar bor. Demak, maydoni 50 metr kvadrat, narxi esa 30 ming dollar. Uning maydoni 70 bo'lsa, uning narxi esa 42 bo'ldi. Uning maydoni 100 bo'lsa, uning narxi 60 bo'ldi. Bu yerda savol tug'ilishi mumkin yoki bizga quyidagicha savol tushadi. Misol uchun 80 metr kvadrat bo'lsa, uning narxi necha so'm bo'ladi degan ma'noda. Bu juda ham hozirgi kunda aynan biznesmenlarga kerak bo'ladigan model sifatida ham qarashimiz mumkin bo'ladi.
Keling endi hozirgi biz metr kvadrat, ya'ni biz buni yuzasi deydigan bo'lsak va buni puli deydigan bo'lsak, aynan shuni grafikka quyidagicha tasvirlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda misol uchun hozirgi qiymatlarimiz 50 da 30, 70 da 42, 100 da 60'ı biz aynan shu grafikka o'zimiz mos ravishda tanlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bir narsa aytishim kerakki, bizning eng katta maqsadimiz aynan shu modelni W1, W2 hokozalari va B biasini aniqlashimizdan iborat bo'ladi. Tasavvur qiling, shunaqa bizning nuqtachalar paydo bo'ldi. Bizning o'zimizning boyagi x va y'larimizda bizning maqsadimiz esa qanaqadir chiziq o'tkazishimiz kerak. Misol uchun biz y barobar buni kx plus b shaklida oladigan bo'lsak, k'miz nimaga teng bo'lishi kerak va b'miz nimaga teng bo'lishi kerak degan ma'noda biz to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi bunda. Xo'p, agarda men mana buni o'tkazadigan bo'lsam, bu nuqtachalar bir-biriga juda ham uzoqlashib ketadi. Ya'ni men shunaqangi chiziq o'tkazishim kerakki, bu nuqtalar undan juda ham kam masofada joylashishi kerak. Agarda men mana bunaqa qilib oladigan bo'lsam ham, bu nuqtachalar orasidagi masofalar yig'indisi kattalashib ketadi. Xo'p. Endi men tasavvur qiling, aynan shunga mos ravishda mana bunaqa chiziq o'tkazadigan bo'lsam, bu masofalar yig'indisi eng kichkina bo'ladi. Ya'ni biz modelni o'qitishda aynan shu ikki nuqta orasidagi masofalarning eng kichkina qilishga intilishimiz kerak bo'ladi. Buni biz loss funksiyasi deymiz va kvadratik xatolikdan kelib chiqadi. Keling endi biz aynan shu misolimizni birinchi matematik ko'rib chiqamiz va keyin uni biz amaliy kod bilan ko'rib o'tamiz. Hayotimizda biror bir buxgalteriyada bo'ladimi yoki IT sohasidagi sun'iy intellektdagi bashorat qilish bo'ladimi, bu juda muhim ahamiyatga ega mavzu ekan. Sababi bizda bir nechta data bo'ladi yoki jadvallar bo'ladi, ma'lumotlar ombori. Biz ularga tayanib yangicha prognoz qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, bu chiziq funksiya bo'lishi mumkin yoki hozirda juda ham rivojlanib borayotgan sun'iy intellektda har bitta vektor bo'yicha ham bu regressiyani qo'llashimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keling bugun biz reklamaga mablag' tikib, sotuvdagi qancha daromad olishni bashorat qilishni o'rganamiz yoki uning chiziqli regressiyani hosil qilishi o'rganamiz. Xo'p, demak, jadvalda ko'radigan bo'lsak, 1 million so'mda 1 million sotib bo'ldi, 2 million so'mda 1 million sotib bo'ldi va 3 millionda 2 million, 4 milliondan 2 million, 5 millionda 4 million. Masala shartda quyidagicha bizga so'rab o'tishi mumkinki, misol uchun 7 million biz reklamaga mablag' sarflasak, sotuvimizda qanday o'zgarish bo'ladi? Buning prognozi qanday bo'ladi deganlayapti. Xo'p, bizlar buni bitta formula bilan tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p. Demak, bizga quyidagi formula kerak bo'ladi. Ya'ni bu y deb ataydigan bo'lsak, bu
B0 plus beta 1 ko'paytirgan x i ekan. Bu yerda i misol uchun agarda 5-yil bo'lsa 5 million bo'lsa 5 qo'yamiz, 7 million bo'lsa 7 qo'yamiz va hokazo. Demak, bu bizda chiziqli regressiyaning formulasi ekan. Keling uni batafsilroq tushunish uchun grafikda chizib ko'ramiz. Xo'p, buni x, y o'qi deb oladigan bo'lsak, demak bizda bu vertikal o'qi y deymiz, gorizontal o'qi esa x deymiz. Xo'p, mos ravishda bularni belgilab chiqamiz. Bunga 1 qo'yamiz, 2 qo'yamiz, 3 qo'yamiz, 4 qo'yamiz, 5 hokazo. Bu yoqda kalta boshi 0 qo'yamiz. Demak, buni 1 qo'yamiz. Bunga 2 qo'yamiz. Mos ravish 3 qo'yamiz. Bunga 4 qo'yamiz. Bunga esa 5 qo'yamiz. Xo'p, kelingda shu reklama bilan sotuvni birma-bir joylashtirib chiqamiz. Xo'p, demak x o'qimiz bizda reklama bo'lib qoladi. Men R desam ancha tushunarli. Y'imizda esa sotuv deymiz. Yana shu yerda bir narsa aytmoqchimanki, demak bizda mana bu ifodamiz matematik tilda erkli o'zgarishi deymiz. Xo'p, erkli. Buni bilgan holatda y'ga erksiz o'zgarishini topa olamiz. Xo'p, bizda 1 1 ekan. Demak, bu x da 1, demak mana nuqtamiz birinchi nuqta bo'ldi. 2 da 1 ekan. Bu ham xuddi shunday bo'ldi. 3 da 2 ekan. Demak, 3 da 2 ekan mana. 4 da esa 2 ekan. Buni 4 dan 2 ekan. Xo'p, 5 da esa 4 ekan. Bu yoqda ekan mana 5 4 ekan. Xo'p, demak biz buni taxminiy chizmasini chizadigan bo'lsak, u quyidagicha bo'ladi. Xo'p, shu rangni tanlasak, demak, mana bunday tortadigan bo'lsak ana shu bizlarning taxminiy chiziqli regressiyamizning funksiyasi bo'lar ekan. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek mana bu yerda mana farqlar bor. Chunki bu taxminiy chizilgan, bu ham mana bular ham misol uchun bizning niyatimiz aynan shulardan foydalanib biz yangi bitta funksiya topishimiz kerakki, u bizga prognoz qila olishini. Xo'p, men buni quyidagi jadvalda ko'rsatib o'taman. Xo'p, demak biz quyidagicha formulani yozgan edik. Demak, bu y bizga kerak bo'lgan funksiyamiz y barobar edi b0 xo'p plus b1 asli b1 emas, bu beta deyiladi. Bu xi. Xo'p, endi bu yerda b0 nima-yu, beta 1 nima? Xo'p, biz betani quyidagi formula bilan topar ekanmiz. Demak, beta barobar ekan y ning o'rtachasi minus beta 1 ko'paytiramiz x ning o'rtachasi. Xo'p, savol, beta 1 qanday topiladi? Demak, beta 1 quyidagi formula bilan topar ekan. Demak, beta 1 barobar ekan summa. Demak, men o'tgan masalada buni ko'rsatib o'tdim. Xo'p, bu y minus y o'rtachasiga
ko'paytiramiz. Xi minus x ning o'rtachasini. Buni hammasi yig'indisini bo'lamiz biza. Xo'p, summa xi minus x ning o'rtachasini kvadratiga. Xo'p. Endi bularni birma-bir o'rniga qo'yib hisoblab topamiz. Xo'p, birinchi men buni R desam tushunarli, chunki R bu reklama. Bu sotuv deyman. Buni qiymatlari bizlarga bergan edi o'tgan darsimizda. Xo'p, bular 1 edi. Adashmasam bu ham 1 edi. Bu 1. Bu ham 1. Bu 2. Bu ham 2. Bu ise 4 edi. Xo'p, endi y dan y o'rtachasini ayiramiz. Bizga shu kerak. y dan ayiramiz y ning o'rtachasini. Bu o'zi nima edi? Y o'rtachasini topishimiz uchun juda oson. Demak biz y ning qiymatlarini o'tgan darsda sotuv deb olgan edik. Ya'ni bularni qo'shamiz, 1 ga 1 qo'shamiz 2, 2 2 ni qo'shamiz 4, 4 2 ni qo'shamiz 6, 6 ga 4 qo'shamiz 10 ekan. Va 10 ni bo'lamiz 5 ga, bu 2. X'imiz o'rtachasi esa bizlarda bu reklama edi. Xuddi bunda ham demak 1 ga 2 ni qo'shdik 3, 3 3 qo'shdik 6, 6 ga 4 qo'shamiz 10, 10 ni 5 qo'shsak 15. Demak 5 ta element bo'lganligi uchun 15 ni 5 ga bo'lsak bizda natijasi chiqadi. Xo'p, demak birinchi bularni yozib chiqamiz. X i minus x o'rtachasi, keyin bu ikkovining ko'paytmasi, mana yoqqa ko'paytirib qo'yamiz. Keyin x idan ayiramiz x o'rtachasining kvadratini. Xo'p, endi boshladik, qarang. Y'imiz bizlarda 1 edi. 1dan ayiramiz 2 ni. Ne chiqadi? Minus 1 chiqadi. Xo'p, bunda ham 1dan 2 ni ayiramiz minus 1 chiqadi. 2dan 2 ni ayirsak 0 chiqadi. 2 dan 2 ni ayirsak 0 chiqadi. Va 4 dan 2 ni ayirsak endi 2 chiqadi. Demak, y'imiz bizlarda mana bu grafa, y o'rtachamiz mana bu yoqda qiymati bor. Xo'p, x idan ayiramiz x ni. Shuni adashmaslik uchun mana bu yerga yozib qo'ying. Qarashda bu x ekan, mana bunisi y ekan. Xo'p, endi 1 dan ayiramiz shuni. Demak, natijasi minus 2 ekan. Xo'p, 2 dan ayiramiz shuni. Demak, esa minus 1 ekan. 3 dan 3 ayiramiz. Bunda 0 ekan. 4 dan 3 ni ayiramiz. Bunda 1 ekan. Va 5 dan 3 ni ayiramiz. Bunda javobi 2 ekan. Xo'p, endi keling ularning ko'paytmasini topamiz. Ya'ni bu bilan mana buni ko'paytmasi. Demak, minus 1 ga minus 2 ni ko'paytirsak 2. Minus 1 ga minus 1 ko'paytirsak 1. 0 ga 0, 0, 0 ga 1 ham 0, 2 ni ko'paytsakchi bu 4 ekan. Xo'p, endi x idan
x o'rtachani kvadratga oshiramiz. Degan bu degani -1ning -2ning kvadrati nima degani? -2ning kvadrati o'z-o'zidan bu yoqqa chiqaradigan bo'lsak, xo'p, bizdan uning natijasi 4 va -1ning kvadrati ham 1 bo'ladi. 0ning kvadrati bu 0 bo'ladi. 1ning kvadrati bu 1 bo'ladi. 2ning kvadrati esa 4 bo'ladi. Xo'p, demak, endi biz bu yoqdan topishimiz mumkin bo'ladi bitta 1. Xo'p. Birinchi ikkovini ko'paytmasining summasi. Demak, bizda mana bular bor, mana ko'paytmasi bilan qo'shib chiqamiz. Demak, 2 1 0 0 va 4. Xo'p, endi mana bularning yig'indisini olamiz. Demak, bu yoqda 4 bor ekan, 1 bor ekan, 0 bor ekan, 1 bor ekan va 4 bor ekan. Shundan buning javobi 2 ga 1 qo'shsak, 3 ga 4 qo'shsak necha? 7 bo'ldi. Pastda esa 10 bo'ldi. Demak, bitta koeffitsiyentimiz bizda aniq, buning javobi esa 0.7 ekan. Xo'p, endi biz betani topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, betani ham topsak bo'ladi, chunki hamma parametr bor bizda. Y o'rtachasi bizda 2 ekan, minus beta 1 bizlardan 0.7 va x o'rtachamiz 3 ekan. Xo'p, bunda buni hisoblaydigan bo'lsa 2 dan ayiramiz, 2.1 minus 0.1 chiqdi. Xo'p, bizda yangi o'zgaruvchilardan quyidagilar ma'lum bo'ldi. Demak, beta 1 0.7 ekan, beta nolimiz minus 0.1 ekan. Demak, bunga formulani moslashda qo'yadigan bo'lsak, y barobar ekan, beta nolimiz bizlardan minus 0.1 plus beta 1imiz 0.7. Demak, x y deymiz. Mana bu bizga kerak bo'lgan regressiyaning chiziqli funksiyasining tenglamasi ekan. Xo'p, ixtiyoriy, misol uchun biz 6 million saqlaymizmi, 7 million saqlaymizmi, o'rnidan qo'yib buni bemalol topishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keling biz bunga birinchi safar 6 ni qo'yib topamiz. Demak, y 6 barobar deyman. Yoki buni y qarshi 6 deb yozsam bo'ladi. Minus 0.1 qo'shilgan 0.7 ko'paytirilgan ekan 6. Yoki biz 6 million sarflaganimizda qancha biz foyda ko'rishimiz mumkin bo'ladi degan ma'noda. Bu bo'ladi minus 0.1 qo'shilgan 4.2 teng ekan 4.1. Xo'p, bizlar 6 million reklama uchun pul sarflasak, bizlar sotuvda prognoz 4.1 million chiqishi mumkin bo'lar ekan. Keling, endi biz loyihani amaliy bajarish uchun quyidagicha biz terminlarni bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi bu biz modelni o'qishdan oldin eng kerakli bo'lgan narsa, ya'ni xomashyo bizda dataset yoki data baza deymiz biz ham. Xo'p, data baza ko'proq bizda CSV fayllarda bo'ladi. Ya'ni biz buni quyidagicha o'zimizga mana bunaqa shakl qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu qanday hosil bo'ladi? Buni kerak bo'lsa o'zingiz bitta qo'l bilan ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Ko'proq biz ham buni Excel'da ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va undan keyingi tushunchamiz bizda uning modeli. Ya'ni algoritmi. Qaysi algoritmda ishlash? Misol uchun chiziqlardami yoki Kn'dami yoki SVG'dami hokazo. Va undan keyin biz uni saqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz uni saqlaymiz. Saqlash. Xo'p, saqlaganda biz
hozirgi amaliy loyihamizda ham PKL kengaytmas bilan buni sahand qilamiz. Bu bizga nima kerak bo'ladi? Bu biz modelni qayta o'qitish emas, bitta tayyor modelni olib, uni saqlaganimizdan keyin ixtiyoriy biror bir kishigami yoki biror bir do'stingizga yuborib, undan bemalol foydalanish imkoniyatini berish uchun kerak bo'ladi. Va undan keyingi tushunchamiz uni yuklash, uni bilamiz va asosiy tushuncha bor bu yerda, uni ichidagi parametrlar. Demak, parametrlar nima? Biz ko'p bitta terminni oxirgi payt ko'p eshityapmiz. Ya'ni bunda misol uchun ChatGPT 4.0 versiyasi yoki ChatGPT 5 versiyasida 2,5 milliard parametr bor degan so'zlar eshitiladi. Xo'p, bu nima degani? Biz model tuzganimizdan keyin uning ichida uning xususiyatlari bo'ladi. Ya'ni bu xususiyatlari son ko'rinishi, misol uchun 5, 7 va hokazo. Endi bu yerda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, har bitta algoritmning parametrlari turlicha bo'ladi. Misol uchun men agar deep learning oladigan bo'lsam, aynan deep learningdagi transform oladigan bo'lsam, bu boshqacha strukturada bo'ladi. Yoki machine learningdagi men chiziqli registrdan olamanmi, yoki logistik registr olamanmi, yoki tasodifiy o'rmon algoritmi olamanmi, ular strukturasidagi va uning parametrlari bir-biriga o'xshamaydi. O'sha narsa, ya'ni biz saqlagan modelimizning ichidagi har bitta sonchamiz uning parametri hisoblanadi. Keling endi biz uni amaliy sinab ko'ramiz. Keling endi biz amaliy loyihalarimizni bajarish uchun redaktorlarni o'zimizga soza olamiz. Demak, birinchi bo'lib biz Pythonni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Python Download deb yozadigan bo'lsak, quyidagicha uning rasmiy veb-sayti chiqadi. Biz o'zimizga mos bo'lgan qaysi naqli kerak bo'lsa, o'shani yuklab olamiz. Misol uchun, menda hozir 3.14 turibdi. Va buni ko'radigan bo'lsak, istalgan turdagi naqllarni olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki biz buni versiyasi desak, tushunarli bo'ladi. Misol uchun, men 3'ni oladigan bo'lsam, xo'p, demak, mana bu yerda mana turibdi. Agar yo'q, menga yangi turdagisi kerak, yangi oxirdagisi kerak desangizlar, mana bu yerda mana downloads bor, o'shani bosib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bosdim. Qayerga saqlanish kerakligini so'raydi. Misol uchun, men o'zimizning machine learning papkasi bosadigan bo'lsam, bizga uni mana bunaqa yuklab beradi. Va shu bilan birgalikda biz juda ham ko'p ishlatiladigan bitta redaktorimiz bor, bu Visual Studio. Visual Studioning ustunligi tomoni juda ham ko'p. Men o'zim shaxsan o'zim ham aynan shu Visual Studiodan foydalanib bir qancha loyihalarni amalga oshiraman. Demak, Visual Studio Code download deb yozadigan bo'lsak, bizga quyidagicha manzil chiqadi. Bu ham o'zining rasmiy veb-sayti. O'shanga kiribsiz, Windows bo'ladimi yoki MacBook bo'ladimi, qaysi biri kerak bo'lsa, o'zingizdan uni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni men buni download tugmasini bosadigan bo'lsam, mana bu yerda turlicha naqllar turibdi. Misol uchun, men Windows 11 oladigan bo'lsam, menga avtomatik ravishda yuklash joyini so'raydi va buni ham men sahand bosadigan bo'lsam, kompyuterimizga uni yuklab oladi. Yuklamay boshladi. Va birinchi bo'lib Python yuklab olgandan keyin, men Python yuklab olganimizdan keyin uni o'rnataman kompyuterimga va Visual Studio ham
ma'lum ketma-ketlik tarzda o'zimizga saqlanib qilib olamiz. Demak, men yana bitta narsa aytmoqchimanki, mening tayyor loyihalarim quyidagi manzilda bor. Sizlar oynalaringizda quyidagicha chiqadi bu. Misol uchun men buni hozir o'zimizning boshqa akkauntimga kiradigan bo'lsam, quyidagicha yozaman. Demak, manzilga github.com Mironshoh. Xo'p. Demak, Mironshoh deb yozadigan bo'lsak, mana bu yerda mana meni o'zimning GitHub'dagi manzilim kelib chiqadi. Men shu manzilga o'zimizning loyihalarimizni joylashtirib boryapman. Va mana bu repozitoriysi bosadigan bo'lsa, hozir menda o'yinda bor ekan. Siz bugungi mavzuga doir bo'lgan machine learningni bosib, mana bu yerda mana dolani zip qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Men buni keling yuklab olaman. Xo'p. Demak, men yukladi. Join ochadigan bo'lsam, demak, mening zaguskanga tushibdi bu. Xo'p. Buni endi ixtiyoriy rабочий stolga bitta joyga joylashtiramiz va buni zipdan ochamiz. Xo'p, mana ochdi. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, menga doir bo'lgan loyihalarim bor. Demak, keling, birinchisidan boshlaymiz. Xo'p, bu yerda mana 3 ta narsa bor. Bularni birma-bir sizlarga ketma-ket tushuntirib o'taman. Xo'p, men Visual Studioni yuklagandan keyin quyidagicha mana menu hosil bo'ladi. Xo'p, keling buni o'zimga olib olaman. Xo'p. Mana bunaqa narsa bo'ldi mana L1, L2, L3, ya'ni 3 ta papka bor. Xo'p, birinchisini Visual Studioda ochaman. Xo'p, открыть с помощью kod dedim. Xo'p, menda quyidagicha demak fayllarim bor. Demak, birinchisi create data, ichini ko'rish va hokazolar. Birinchi bo'lib biz CSV fayldan boshlaymiz. Demak, CSV fayl bu nima? Bizning datasetimiz. Xo'p, dataset quyidagicha, demak, birinchi x1, ya'ni ximiz ketdi. Bu mana 1, 2 hokazo va priceimiz bor. Bu price narxi. Mana bu mana ko'rib turganlaringizda 100 qator, ya'ni 100 ta qatordan iborat bo'lgan dataset. İsterseniz o'zingiz mustaqil ravishda buni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi keling, asosiy narsalarga bitta to'xtalib o'tamiz. Hozirgi mavzumizda demak biz chiziqli regressiya haqida gaplashib o'tdik. Bu nima o'zi? Demak, chiziqli regressiyada x bor va y bor. Ya'ni input bor va output bor. Misol uchun bu yerda mana 100 ta qator bor. Men agarda so'raydigan bo'lsam, misol uchun men agarda 200 bo'lsa, necha chiqishi kerakligi ko'rsatilishi kerak. Xo'p, endi buni o'qish jarayoniga o'tamiz. Keling, uni birma-bir tushuntirib o'taman. Demak, birinchi bu Pandas kutubxonasi va keyingilari bu Skinner kutubxonalari. Va asosiy bitta narsa bor. Bu yerda qarashingizni iltimos qolaman. Bu chiziqli regressiya degan joyga. Ya'ni aynan shu kutubxona ichidan biz qaysini import qilyapmiz? Chiziqli regressiya olyapmiz. Va machine learningning boshqa tayyor algoritmlari ham aynan shu kutubxonada mujassamdir. Keyingisi train test split bor. Funksiyalardan keyingilar esa boya aytdim men bu demak o'rtacha kvadratik
xatolik va erikki scores. Xo'p, bu bizga nima kerak bo'ladi? Bu bizga aynan shu modelimizni saqlashimiz kerak bo'ladi. Keling, buni qaytadan boshlaymiz. Xo'p, demak, men ochdim. Demak, dataset o'qish qanday bo'ladi? Demak, bu pandas bilan amalga oshiriladi. Demak, bizning datasetimiz nomi nima ekan? Linear dataset CSV. Ya'ni mana bu dataset hozirgimiz. E'tibor berishlaringizni yana bir narsani so'rab qolamanki, aynan shu faylning yonida shu dataset bo'lishi. Va x'imiz bor. Bu hozirgi mana bu x tepasidan yozib qo'ydik. Mana bu x1imiz ketdi mana. Va ikkinchisi esa price. Ya'ni bu price ustuni, ya'ni 3 6 9 9 oladi. Xo'p, endi trend jarayoni bor va trendda bitta narsani qarashlaringizni iltimos qolaman. Demak, x trend bor va x test bor. Y trend bor va y test bor. Bu nima qiladi? X trend jarayonidagi bizning 100 ta qatorimizdan 80% oladi. Ya'ni trendimiz 80% oladi. Bu qayerdan chiqyapti? Mana bu yerda men test uchun qancha qo'yaman? 0.2. 0.2 degani bu agar 10 kasrdan biz foiz o'tadigan bo'lsak, bu 20% demakdir. Va random state 42 juda ham ko'plar savol berishi mumkin. Bu bizning o'zimizning dasturchilarning maxsus random qiladigan son qiymati. Xo'p, model nima dedik? Bu chiziq regressiya dedik, model fit dedik. Demak, biz uni endi nima qilamiz? O'qitamiz. Va xtrend bu birinchi bizga inputlarimiz, y esa bu chiquvchi outputlarimiz. Test uchun bashorat, demak, y pred dedik va predict qilamiz va bizga kerak bo'lgan MCA va RX score. Demak, bular tayyor shu kutubxona ichida borligi uchun men buni matematik talqinni oldingi videomizda tushuntirdim, birma-bir qilib. Va boya aytganimda endi biz nima qilamiz? Modelni saqlaymiz. Model nomini nima ekan? Linear regressiya. Xohlasangiz siz boshqacha nom bilan saqlashingiz kerak, mumkin bo'ladi. Va model saqlandi degan yozib chiqish. Bizda hozir bitta savol bor. Uni bashorat qilishimiz. Misol uchun hozir new data kiritdik va uning bashorati nimadan iborat degan. Xo'p, keling endi biz uni sinab ko'ramiz. Xo'p. Demak, biz qaysi Python tanlashimizni ko'rsatib o'tamiz. Sizda bu bo'lmaydi. Chunki menda hozir ikkita Python bor. Mana bizda natija bor. Demak, MC'miz 1.93 darajasi -28. Bu juda ham nimaga xatolik kam va RX scoremiz esa 1.0 ekan. Bu juda aniq degan. Demak, model saqlangan. Agarda x 28 bo'lsa, bashorat 84 chiqadi, deyapti. Endi keling, bu nima qanday formuladan kelib chiqyapti? Agarda biz ko'radigan bo'lsak, birimiz 3 bo'ldi. Ikkimiz necha bo'ldi? 6 bo'ldi. 3imiz 9 bo'ldi. Demak, bu yoqda oddiygina y barobar kx plus b ni topadigan bo'lsak, bu modelimiz eng oson formula bilan ishlayapti. Ya'ni u o'zini o'rgatdiki, y barobar 3x funksiyasi. Ya'ni 10 bo'lsa 30 bo'ldi, 12 bo'lsa 26 bo'ldi, hokazo. Endi biz buni datasetimizni berganimizdan keyin bizga natija chiqaryapti. Xo'p. Agar 28 bo'lsa 84, rostdan 28 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsa nima chiqadi? 84 chiqadi. Va boshqa modellarda ham bu xuddi shunday ishlaydi. Misol uchun agarda bu kod ochadigan bo'lsam, bu kodda ham keling shu kod ochaman. Aynan menga bitta model beradiki, ya'ni formula beradiki, biz uni kompyuterga joylab datasetimizni o'qitishdan hosil bo'ladi.
Xo'p, bunda 3 bo'ldi, 228, 323 bo'ldi. Buni siz o'zingiz mustaqil ravishda matematikani yaxshi bilasiz degan umiddaman. Bu y barobar hozir hisoblaymiz, demak 228 y barobar 5x plus 8 funksiyasi bo'ladi bu. Va hokazo. Bu yoqda ko'rib turganlaringizdek, demak, birinchi L1imizda y barobar 3x bo'ldi va ilki modelimizda esa bu y barobar 5x plus 8 bo'ldi. Va yana bitta narsa o'tishim kerakki, bu yoqda hammasi faqatgina y barobar kx plus b bilan emas, y barobar w1x, y barobar w1x plus w2x va hokazo ketadigan boya mavzuda tushuntirdim taqdimotda, xuddi shuni ishlaydigan modellar hisoblanadi. Xo'p, keling bir o'tilganlarni mustahkamlab o'tamiz. Xo'p, agarda sizda tayyor model bo'lmasa, mana bu bilan siz o'zingizga yangi model hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Erinmasdan yozib chiqsangiz ham bo'ladi mana buni va men ko'radigan bo'lsak, bu aytgandek birinchi nima bo'ladi? Birinchi pandas bilan biz uni o'qib olamiz. Ikkinchi mana bu screen modeldan chiziqli model funksiyani yuklab olamiz. O'qitish funksiyasini yuklab olamiz va uning quyidagi kvadrat xatolik va rx ko'rishini olamiz. Va uni saqlashdan nimadan foydalandik? Joblibdan foydalandik. Model bashoratini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana boyagida buni modelni yuklab oldim va yangi qiymat berdim va bashoratini ko'rish mumkin bo'ldi. Agarda ichini ko'rishni bosadigan bo'lsam, hammasi shu yoqda bo'ladi. Demak, bu yoqda nima bo'lyapti? O'sha men yozgan parametrlar tushunchasi aynan shuning ichida bo'ladi. Ya'ni keling uni bitta tekshirib ko'radigan bo'lsak, nima bo'ladi bu yoqda? Bizda hozir uning koeffitsientlari chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu yoqda nima bo'ldi? Hozir birinchi, demak, bu og'irlik, bunisi bias desak, demak, y barobar kx plus b yoki y barobar w x plus b oladigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda mana koeffitsienti 5 chiqyapti va biasimiz 8 chiqyapti. Bu umumiy ko'rinishi chiqyapti. Demak, buni yoqtiradigan bo'lsa 8. Ya'ni biz mana bu yoqdagi hozir o'zimiz formula bilan matematik topganimiz bu yoqda mana modelning ichidagi parametrlar chiqib turibdi. Agarda bizda mana bu yoqda x1, x2, x3, x3 hokazolar ketadigan bo'lsa, keling shuni bitta ko'rib o'tamiz. Buni biz demak, Excelda ham ochishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda ko'rib turganingizdek x1, x2, x3 va price bor. Bu nima degani? Demak, bizda 3 ta inputdan bitta nima chiqyapti? Output chiqyapti. Ya'ni bu yoqda x1 ning yonida nima bor? W1 bor. x2 ning yonida nima bor? W2 bor. x3 da nima bor? Demak, bunda W3 bor. Demak, bular hammasidan nima kelib chiqadi? Price kelib chiqadi. Bugungi amaliy loyihamiz shundan iborat edi. Mavzuni davom qilamiz. Demak, qolgan machine learning algoritmlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu quyidagilarga teng. Ya'ni birinchisi decision tree bu nima qiladi? Bu har bitta shox bo'yicha bizga yes yoki no ni ajratib beradi. Biz buni o'tgan darsimizda ham ko'rib o'tgan edik. Agarda age yoshimiz 15 dan kichkina bo'lsa, yes bo'lsa bu tomon ketadi, no bo'lsa bu tomon ketadi.
va buning ishlash algoritmi aynan shoxchalar bilan bu yoqdagi berilayotgan bizga shart bilan yakuniy javob chiqadi. Quyidagicha sizlarga berishi mumkin yoki bizga topshiriq berishi mumkinki, bir nechta bizda ustunlar bor va undan chiquvchi qiymatimiz nimaga teng? Ko'proq bu algoritmimiz bizda klasslarga ajratish, ya'ni sinflarga ajratish. Misol uchun yoki biror bir narsani tanishda yoki qanaqadir spamni ajratishda hokazolarni aytishimiz mumkin bo'ladi. Va bu algoritmlarni to'liq matematik tahlili va amaliy kodda loyihamizning tahlili o'zimizning maxsus chuqurlashtirilgan o'quv kursimizda tushuntirib o'tilgan. Random forest bu tasodifiy o'rmon xuddi boyagi daraxtdan bir nechta bo'ladi va buning yutuq tomoni qandayki, aynan shu misol uchun 10 ta daraxtimiz bor, 10 ta daraxtdan o'lim paydo bo'ladi. 10 ta ichidan biz bir algoritm berdik va natija chiqyaptiki, misol uchun 10 tadan 8 tasi yes chiqdi, 2 tasi no chiqdi. Ya'ni 1 va 0 chiqdi. Demak 8 ta javob 1 bo'ladigan bo'lsa, 1 chiqadigan bo'lsa, demak tasodifiy o'rmon aynan shu, demak buning model natijasi 1 ga teng degan xulosa beradi. Ishlash prinsipi xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, CVM juda ham bu ham mashhur, tez ishlaydi. Bundan nima qiladi? Bizda aynan boshqa sinflari bir-biridan ajralib turadigan marjin deymiz, maksimum marjin bu oraliq. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, ma'lum bitta 2 deb bo'lami, 3 deb bo'lami, shu holatda o'tadigan oraliq bo'yicha berilgan xususiyatlardan kelib chiqib model klasslarga ajratadi. Kaina ham juda ham mashhur. Buni ishlashni o'tgan darsimizda ham ko'rib o'tdik va tushuntirgan edim. Tasavvur qiling, aynan shuni oladigan bo'lsak, bizda mana 1, 2, 3, 4, 5 ta katang 5 berilgan va o'rtada nima bo'lib turibdi? O'shani topishim kerak. Kaina nima qiladi? Misol uchun plyusdan bitta dedi mana. Nolchadan ham bitta dedi. Lekin uchburchakchadan nechta dedi? 3 ta dedi. Demak, biz predikt qildik, bu nima ekan? Bu uchburchak ekan degan xulosa beradi. Buni yutuq tomoni bilan kamchilik tomoni ham ko'p, chunki bu yerda biz juda ham ko'p vaqtimizni sarflashimiz mumkin bo'ladi yoki katta resursli kompyuterlarimiz kerak bo'ladi. Sababi har bittasi uchun bu tekshirib chiqadi. O'shaning uchun bizga ko'proq vaqt ketadi, lekin model aniqligi juda zo'r. Legacy regressiya haqida ham tushuntirib o'tgan edim. Bunda biz aynan neyron tarmoqlarning boshlanishi deb ham qarashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir tariximizni esga olamiz. Misol uchun, agarda buni AI desak, uning ichida machine learning bor edi. Mana buni qizil harf chizaman mana. Bu men buni ML deyman. Va uning ichida deep learning bor edi. Men buni DL deyman. Ya'ni nima bo'ladi? Demak, bir-biriga bog'lanish demakdir bu. Agar ayni ishda ML bo'lsa, ML ichida DL bo'ladigan bo'lsa, DL qaysi algoritmdan foydalanadi degan xulosa yoki savol tug'ilishi kerak. Bu yoqda bizga legacy regressiya, ya'ni bu eng kichkina neyron tarmoqcha ham deyishimiz mumkin bo'ladi va bundan bu yoqga esa orasidagi yashirin qatlamlar bilan birgalikda deep learningga o'tib ketadi. Legacy regressiya bu klassifikatsiya algoritmi bo'lib, u ma'lumotlarni ma'lum bir toifaga ajratadi. Ya'ni klassga ajratadi. Ha yoki yo'q, yoki 1 yoki yo'q, yoki 5 yoki 7 va hokazo. Nomida
e'tibor bering, regressiya so'zi bo'lsa ham bo'lag'is regressiya klassifikatsiya algoritmi hisoblanadi. Ya'ni bizda natijada ma'lum bir klass chiqadi. Xo'p, bu chiziqli regressiyadan katta farqi klassga ketadi. Misol uchun, men chiziq regressiyada aniq bitta son qiymat oladigan bo'lsam, bunda son qiymat chiqmaydi, qaysi klasslarga ajratilishi tushuniladi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol menga yozishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.